Turar joyimiz zudlik bilan sotiladi. Shahar markazida To'rtko'l tumani Hayot to'yxonaning orqa tarafida ipotika uglovoy joy, shkolant yerda, shkolant lokatsiyada. Xo'p, ipotikamizda elde 6 sotik bo'ladi, o'sha yer maydoni. Ina bu uglovoy, ina bu qo'shimcha yeri bor, ekib foydalanib o'tirsanglar bo'ladi, bilgan odam xonavazda ishlasa bo'ladi. Glavniy yo'l bilan keldi. Ina bu glavniy Hayot to'yxona oldinda yo'l, endi Baxsaray to'yxonasi lokatsiyalari bemalol kelib ko'rib olaverasizlar. Zo'r yer, tayyor. Gelip yashab ketaverasiz, xudo xolasa. Bizdan chiroyli obzor, sizlardan inshaalloh chiroyli like bo'ladi inshaalloh. Bir qator obzor bilan tanishtirib o'taman. Zo'r yerda akarsuv ham gap turibdi. Svetan va gaz yeyishingizdan muammo yo'q inshaalloh. Joy ham qo'mish oldi, qo'mishlar ahli yashab o'tibdi. Bemalol kelib ko'rib, surishtirib olaverasizlar. Dokumenti 100% toza inshaalloh. Notariusda sanayverasizlar pulni. Maşallah yine gazni cho'chki. Bemalol ko'rsanglar, To'rtko'l tuman Hayot to'yxonani hamma biladi. Shuni yandan kirib kelaversizlar o'zi. Maşallah, xo'p. Bismillah giramiz. Girgandan bu yerda umanlik bo'ladi, o'ng tarafimizda umanlik bo'ladi. Xo'p, girkaversa, endi o'zingiz fokusingizga qarab ta'minlab olaversizlar. Baqasamni qimmat emas, xudo xolasa. Girganimizdan keyin chap tarafda bir xonada qo'xniy bor ina. Gaz gap turibdi qo'xniyimizda, bemalol. Orqa taraf sklad bo'lib turibdi hozircha. Ro'paramizda bir xona, bu yeri beramiz sklad. O'zingiz fokusingizda zatib olaverasizlar ina. Xohlasangiz shpakulov ketasizlar, remont etib olaversiz o'zingiz fokusingizda. Maşallah. Yine bir de banyası var yine. Şöyle banyası var. Banyası eddinli, unitazı eddinli. Bir anda yine bir unitaz koysanlar kışkı unitaz hacetxonasi bo'ladi. Xo'p, bir de bir xonasi var yine. Yine bir xonasi. Shunda 3 xona, 4 xonalar joy bo'ladi-da. Yine bir yana bir xonasi var yine. Dokumenti 100% toza. Bu tarafda yine bir xonasi bor, ofis etib qo'yibdilar. Bu yerdan bo'shatib beradilar, xudo xolasa. Tak, bir de 3 xona var yine. Bir de 3 xona var. Ana bir de yine bir xonasi var yine, qo'shimcha xona. Katta zal bu yine inshaalloh. Juda ajoyib. Gap bu shunga bir gap bilan aytganda, siz like bosib, shuni tayyor joy qilib bergan, bu yaqin jigaringizga, do'stingizga tashlab qo'yasiz, pulni notariusda sanayverasizlar inshaalloh. Ana bu yerda narsa var yine. Kuxniyasi, kuxniya deyapman, kotyolnisi var inshaalloh. Xo'p, men bu navisi shuni durishuna qoladi bu yine. Bu yerda chiroyli yozgi kunda bir navis ichab qo'yibdilar, saya bo'lib tursin deb. 4 ta hojatxonasi bor. Bu yon tarafini aytganimdek, sklad etib qo'yibdilar bu yon tarafini yine. Ana shunday, shu pomeshcheniya katta bir chorvoq tarafi, hamma sementlangan. Xo'p, ina bu yerdan bir kichkina skladlik yaratib qo'yibdi ayna. Aytganimdek, dokumenti 100% toza. Qayerdan kirib kelishini ham video davomida ko'raversizlar, videoda ko'rib boraversizlar. Qayerdan qanday kirib kelishini ham. Pastda egasi nomerini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon etib bog'lanib olaversizlar. Aytganimdek, dokumenti 100% toza. Inshaalloh kim olsam yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi to'ylar bo'lsin, hammaga shunday ajoyib uylar nasib etaversin inshaalloh. Joy qarab bergan yaqin do'stlaringizga tashlab qo'ysa, aytgan dokumenti 100% toza. Hayot to'yxonaning oldidan shunday kirib kelaversizlar. Adakqaypa ketadigan yo'l, oldidan yurib kelaversingizlar, o'ng tarafda birinchi ipotekalar boshlangan yerda уже uglovoy joy, Baxsaray to'yxonasini hamma biladi, Hayot to'yxonasini hamma biladi. Go'rt shahar markazi bellar pochti. Maktab ham desat ham yaqin bellar xudo. Bosib berasiz jigar, sog' bo'lsa, olmaslar. Kanalimizda shunday foydali, manfaatli videolar chiqib boradi inshaalloh. Shuning uchun obyektni obuna bo'lib qo'ying inshaalloh. Salomat bo'linglar.